Ajoyib gullaringiz bor ekan buni daraxt qo'shiga. Bansay daraxtimiz, fikus bansay deyiladi. Daraxtimiz fikus bansay deyiladi. Kofe daraxtimiz bu yana bir boshqacha turi. Dratsenalarimiz kattalari. Ko'proq ofislarga, yangi remont bo'lgan uylarga qo'ysa, o'zidan zahar havolarda yutadi dratsenamiz. Narx-navolarni aytib oling, opa bo'lardi. Hozir bizga obunachilar narxlari qiziq. Bemalol bo'ladi. 420 mingdan kattalari. Xo'p, bular 420 mingdan. Bular kattalari-chi bular? Bansaylarimiz 300 ming. Xo'p, opa, bu tomonlarda ham aytamizmi? Mayli. 450 mingdan dratsenalarimiz. Hozir gullamaydi. Bu kattasi, boshqacha sortlari yana. Emas, dratsenalar. Xo'p. Bu gullarchi opa? Bular papriknilarimiz. Bular tepadagi gullarimiz. Ayol baxti. Mana ko'ramiz. Spatifilumlarimiz tepadagilari. Papriknilarimiz. Ardiziyamiz. Dizgateka bu gulimiz. Gulga qiziqadigan ishqiboz o'z nomlarini bilib oladi. Bilib oladi, albatta. Ko'rib turib. Albatta. Hozir videoda yaqin qilib ko'rsatmayapman, lekin opa o'zi aytib ketyapti, biladigan odam, yoqtirgan odam bemalol aytadi. Bu nima deyiladi? Fil qurolmi? Yo'q, bu strelitsa gulimiz bu. Strelitsa. Hop, bu gullarimiz 110 ming, o tuvagida yozib qo'yibdi. Tuvagi bilan. Sabab tuvagi qo'shilib qolgan narxiga o'zi 80 ming, 85 mingdan sotdik. Tuvagi ham o'zi ancha yil xizmat qiladi. Tuvagi ichidagi to'riqlari qo'shilsa shunaqa. Xo'p, opa, bularni aytib ketaveramiz, kesishimiz. Bu sikas palmamiz bu. Bu sikas palmamiz. Kattasi 450 mingdan, 150 ming, 80 minglari ham bor. Ularimiz endi keladi inshaalloh. Bular ham hozirgi gullardan ekan. Bular ham hozirgi gullardan, papriknilar. Bu nima dedingiz buni? Dratsena. Dratsena. Bu narigi bilan boshqa. Sikas palma. Xo'p. Kofe daraxtlari. Kofe daraxt chiroyli bo'lar-ekan bu. Simbudium bu orqangizdagi. Amonmi? Orxideyaning yana bitta simbudium degan sorti. Bu sariq gullar. Ochilsa 2 oy, 3 oy ochilib turadi. O daraxt qanaqa edi bu gul? Bu ham dratsenamiz turlariga kiradi bu ham. Zo'r ekan, opa. Katta daraxt kichkina qilib qo'ying, sevgan. Zo'r o'zi mashina ekan-ku. Albatta o'zidan kislorod chiqarib turishadi bular hammasi. Namli bir-biriga yordam beradi o'sishiga. Chunki havoni quritmaydi. Doim namlik berib turadi. Opa, bu qaysi gulingiz bu? Azaliya gulimiz. Ochilib tugab bo'ldi. Tugab bo'ldimi? O asha ochilgani. Endi yangi bak chiqarsa, yana yangi g'uncha tugib, yana ochilib boraveradi. Yil davomida ochilaveradi. Bu yerda hozir opa bu gullar ichida mavsumiysi bor, vaqt soatli ochiladigani bor, a? Albatta. Ular ajratilmagan bular? Yo'q. Doimiy ochilib turadigan gullarimiz tugab qoldi, ular endi keladi yana. Yil 12 ochilib turadigan gullarimiz ham bor. Antirum kiradi unga, spatiklarimiz. Do'stlar, hurmatli obunachilar, kimda-kim dachasiga, ayniqsa mana Xonobod territoriyada hozir dachalar, choyxonalar, dam olish zonalar ko'payib ketdi. Kimga mana shunaqa gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaveradi, nomerlarni qo'yib ketamiz. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar. Bu opa, qanaqa gul edi? Archami bu? Qaysi? Buni. Arokariya archasi, mana shu xona archasi. Xona archasi. Bunimiz nechi pul? Bunimiz 130 ming. 130 ming. Zo'r ekan-ku. Zo'r ekan. Bundan katta bo'lmaydi, oshi katta bo'lmaydi. Bo'ladi. Katta bo'ladi. Zo'r ekan. Men o'zimga ham yoqib qoldi. Hozir kattalari qoldi, maydalari tugab qoldi. Xo'p, do'stlar, hurmatli obunachilar, hop, bu gul do'konimizni mana ko'rib turganlaring, shu holatda xudo xolasa tovarlar ko'p, yana kelyapti ekan. Bu yer yangi ish faoliyatini boshlagan, bu yerga kelsalaring, istalgan gullaringni topib beradi. Agar bo'lmasa, Qo'rg'ontepa tumanida, xo'p, sen o'zinglar
ekkan gullaringlar ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda tayyor tuvelari ham bor. Xohlasalaring tuvelari bilan bor. Xo'p, mana narx-navolarni aytib ketamiz. Tuvelarning xilidan bor. Dumaloq deysizlarmi, qizil deysizlarmi, to'rtburchak deysizlarmi? Mana 455, 450 Yo'q, 55 mingdan. Gulda narxi qo'yilib qolgan. 55 mingdan, xo'p 55 mingdan, 45 mingdan, 45 mana bu yog'i mana har xil shaklga qarab katta kichiklik mana shakllarga qarab do'stlar mana video davomida mana qo'yib boramiz. Xohlasalaring mana bunaqa dekorativniy deydimi, mana shunaqa tuvelar ham bor ekan mana. Chiroyli holatda, xohlasalaring taqir tuvelik. Xullas do'stlar, bu kasalaring istalgan gullarni topasizlar. Eng yoqqani menga mana bu meva bo'ldi. Nima dedingiz bu meva nomi? Kumkuvat. Kukuva? Kukuva mevasi opa boshida videoda boshida aytdi, qanaqa tavsiyalar, qanaqa nimalar borligini. Men buni birinchi limon debman. Xullas do'stlar, rahmat e'tiborlaring uchun. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosishni unutmanglar.